Shu intervyuda biz bir joyga tushunmadik. Aytdingiz, bizga shart qo'yishdi. Agar kelib o'zini qiz bolamasligini tan olsa, olib ketamiz deydi. Nima uchun shunaqa narsa bo'lgan? Ularga nima uchun kerak bo'lgan bunaqa o'zini sharmanda qilib? Men ochib bera olmayman bu narsani. Bularda gapini olgandan keyin bularning seplari qaytarib berilmaydi oqibatda. Yetak hech narsa olib ketmagan u. Olib ketmaydi, olib ketmaganlar, lekin undan keyin bar da'vo qilishi mumkin-ku. Kimdir aqlli chiqib bularga o'rgatsa, olib chiqib ketishi mumkin-ku. O'sha narsa bo'lmasligi uchun nomus masalasi bo'yinga qo'yilgandan keyin bular narsani olib chiqib keta olmaydi. Aybdorligini badali sifatida qoldirib ketadi. Bu qayerda shunaqa? Sabab oqibat qonuni bo'yicha qarab chiqdimda, nima uchun o'zi bunaqangi shart qo'yilgan? Shart qo'yilishining asosiy sababi moddiy narsa. Ertaga masalan nima bo'lsa ham hamma narsani bunga og'darish uchun, bularda og'darish uchun qizlar nomini oqlash uchun erga tegib olib, oq ko'ylak kiyib olib, bo'ldi men erga tegdim, endi men yaxshi ayolman deyishadi-yu. Erkaklarda ham bor bu narsa. Yoshi kattami, qizlarga maslahat, yoshi kattami shubhalanish kerak. Yo u yoqda nimadir ishlamaydi yoki boshqa ayol bo'ladi-da u yoqda. Juda ham ko'p shunaqa fakt. Hammasi kelishilganga o'xshayapti-da, mana 2 kundan keyin rejalashtirilgan.